Hurmatli musofirda aka-uka yurgan opa-singillarimiz, baliqlarni qaranglar, baliqlarni kenirichi turmovka qilgan yurgan baliqlarimiz ham bor. Mana laqqalarning to'rlari bor. Mana Jozefina baliqlarimiz ham bor. Joza mana. Josta baliqlarimiz ham bor, josta. Do'stim, to'xtang, bu jo'ssa emas, ismlar bor, jigarim. Bularni qarang, tassalobiydi, oq baliqlarimiz, vahshiy idealni xohlasangiz 50 kilo, 60 kilo. Musofirdagi aka-ukalarimiz uchun hech narsa jalq emas. Undan keyin qarangizlar, buni laqqa baliqlarimiz keldi, bor-u, som deb aytiladi laqqa. O'zimizda bor-u, Astraxanda, Sirdaryoda ham bunaqa sazanlarimiz bor. Oq baliqlari bor-u, Amirdaryo oq baliqlarini qarang keldi o'zimizda. Yana ulardan tashqari qarang, Belamur baliqlarimiz, Shuka. Yana o'zimizda ham Surxondaryo, ham Kafornixon daryolarda farillar, sikroylar qarangizlar. Yana syomkalarimiz mangalda, duxovkada, uyda issiqqana non bilan, va shu ideali ketadi aka. Do'stim, kechga payt bitta syomkadan shashlik qilmaymizmi? Dush qilamiz. Keling do'stlarimiz, musofirlar uchun bor-u, qayerga bo'lsa Moskva bo'yicha dastavkalar qiladi jigarlarim. Hurmatli musofirlar, aka-ukalar. Jvoya Ryuba, Moskovskiy oblastida joylashgan. Biz Rossiya bo'ylab dastavka xizmati bor. Bepulmi? Bepul qilamizmi aka? Dastavka musofirlar uchun pastdan bepul. Faqat musofirlar uchun bepul. Dastavka xizmat, mana shu nomerlarga telefon qilasizlar.